Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ko'rib turganlaringiz bugun 2026-yil 14-fevral haftaning shanba kuni. Hozir bizda eng chuqur joylarda joylashganimiz uchun bizda tog' adirligi yo'q, namgarchilik kuchli hisobiga tuman bo'lib turibdi. Ishlarimizni ko'rib turganlaringiz ranglari atlasli holatda chiqyapti. Razmerlari standart 6-12-25. Narxlariga keladigan bo'lsak 750 so'mdan juma kunlari 740 so'm narx qo'yganmiz. G'ishlarimizni sho'rlamasligiga xudo xolasa murojaatlar tushmagan. Sho'rdan sho'rlamaslik darajasi yuqori. Sanoqlarga uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Bog'dod pishgan g'ishlari. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib turganlaringizda bu 10 mingta mashinamiz Marg'ilonga ketyapti. Marg'ilondagi yaqin o'rtadagi ko'rmoqchi bo'lganlarga beraveramiz lokatsiyasini. Borib bemalol ko'rishlaring ham mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Musofir yurtda yurgan akalarga ham xudo xolasa bonus ehsonlari bilan chiroyli qilib yetkazib olib borilyapti. WhatsApp, Telegram pastdagi raqamlarda bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz.